aka, bu испаритель bo'ladi konditsionerga. Yangi versiya konditsioneri ko'ryapsizmi Damas'chada? Mashinamiz full komplektda injektor bo'lgan, aka. Qarang tablolarni. Ajoyib, chiroyli, qarang mana. Qarang. Qarang. Voy, zo'r, aka. Mashinamiz ishlab turibdi, sezdingizmi? Ovozi ham yo'q mashinamiz. Ha? Taxminan 150 ta ot kuchi bor. Ko'rasizmi buni? Qani eshik yoping. Aka, 27.8 xizmatinglardamiz. Full injektor konditsioner bo'lgan. Euro 5. Расход tejamligi, motor ishlash ovozlari juda ham past bo'ladi, aka. Расход trassada 5 ta, 6 ta uzoqqa yursanglar расход ham qilmasa kerak. Qarang buni ishlab turishini. Zo'ra, mana konditsioner knopkalarini qarang. Konditsioner qo'shib o'chiradigan, aka. Mashinamiz просто так ideal chiqqan, aka. Mana shunaqa idealniy xizmatlar kerak. Eshitdingizmi, ventilator ishladi, aka? Eshitdingizmi? Mana bu bilaklar bor-ku. Haqiqiy o'zbek o'g'loni, aka. O'zbekistonda birinchi bo'lib proyekt Damas asoschi o'zim bo'laman, aka. O'zimizga kelsangiz, mana bunaqa barlarni podarkaga ham qilib beramiz, aka. Sumkada nima borligi qiziqmi? Hech kimga aytmayman, aka. Ketdi.